Assalomu alaykum. Qadra qavoling yaxshimi? Eshitma. Aylim kelar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir asar ekidim. Ko'rpaqamsiz keyin. Ma'qul. Kiring. Pahu. Pah. Voy, nima degan chiroyli uy bu? Yangi uy ko'chib olibsiz, muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Shu 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz ya, bir ko'tirib chiqib qo'yamdi. Bu qani, o'tiring. Baq. Qaltiskana. Qani, o'tiring. Amin. Allohu akbar. So'q-so'qmi? Voy, nima qilsiz? Ichma. Voy, choy ichmamsiz? So'q suv yetmaydi. So'q suv degan tabiatning o'z mevasi. Qaynatib quvvatini o'ltirib o'tgan suvda nima mazva deysiz? Chimangel. Bir chini so'q suv akirana qizim. Mana hozir. Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Herhalde yarab qolgandek bo'lsa, o'zingizning nomida e'lon qilib o'tasiz. Bu nim deganingiz? Bu deganim, qarang, ancha-muncha bir narsalarni yozib, o'zimning ko'nglini xo'sh qilib turgan bo'lsam-ku, qarang. Lekin hozirgacha birasining o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zanglik qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chirib olibdi yoki biz yezib beribdi dedi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomini e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lda o'qig'ini ko'rsam, shuni o'z kifoya. Qizil yuzligim yorim ey navat bilene jug'an. Voy, biyala nimanda tutuq? Qani. Ko'zdan ketdiqdan bu ko'zoynak taqay desam, qarang, boshqalarning ma bir narsaning holiga boqmay aynak taqib olgan odamligin deb qo'rqima. Shuni taqamayman. Zaman o'zgarib ketib bordi, qarang. Burunlarda dehqonlar ho'ylarga kirib, gandovoz tatib olsak, kuzda ancha-muncha sayko'ktat beramiz deydigan. Hozir dehqonlarni chaqirib qarang, "Ol gandin tatib olinglar" desangiz, "Voy, nech pul bersa, o teqi men nima ko'ryapti" deb qopiladi, qarang. Ha? Boya xat tutgan dedingizmi? Haras, qalamning siyos tugandicha qarang, ushug'i tukirib yozaverimizdan. O chog'da qalamga siyos chizma desangiz,
Kallık gelgen gap qichib ketdi. Bu yilqi ilhom qochdi deganimiz shumi? Mush tükürük doğursun bir narsa yazayım gideyme. Eğer yüzüpli kalsam çokum sizga ip kelme. Nima? Endi mush tükürük to'g'riliqmi bir nima yozmoqchimisiz? Bu nima degan bema'ni gap bu? Tükürükni sal chaqlamang. Eğer yozdigan bo'lsak-chi, mushu dehqonlarni ketman chapqanda-chi qarang, qo'liga tükürüp turib ketman chapidi. U mo ketmandan sepenchang tutma deb shunda qildi. Ba'zilar so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tükürdü qarang. Sazendilar tutatan bir chaqanda xarak bilan quloq tüküramdi, tükemamdi. Ha, bu kishi vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'g'lar beshimizga tükürib saqayib qoldigan. Agar yazmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'un narsa chiqdi. Agar yusib qasam siz cho'qib kelma. Hey. Bu yil xotanda paxton bahsi bir aql tushib ketdi, oldingizmi? Siz ham ish xotingizni istib emaysiz? Bu adashning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yildan boshlabcha qonun norma yoqidek. Shimol qutbdagi ba'zi mamlakatlarda qonga bog'lab ish qilib deydi-ku. Buni da aytgan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushuntirib bo'lmaydigan yiliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasa yana. Asringizni tahrir bilimidagilar bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yarg'idek bo'lib qolsa, o'zingizning nomida e'lon qilavering. Bapot yuzni ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini ondan o'zimning nomida e'lon qilay. Toqtuqga qilmagandimi? Dedim-ku, zamon o'zgaryapti deb. Havaroyim o'zgaryapti qarang. 6-oyda qayoqni qirmamsiz? Xo'sh. To'xtab turing, ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb yozib qo'ying. Osman, ak degan nima adingiz? Voy, nimada ansiz xotinay buni? Voy, Samajonlar dukuni qilib, balla bilan birdan o'tirimiz deb menga boshqa shu bo'lgandiki. Yana shu ish qilmangdim, danga? Xotin haqqiga aksincha aralashmaydigan. Kunda ish o'tamaymiz uni. Oyda yilda bir qatam ara yig'ilib bunda ish o'tirgan gap. Bo'ptamisa, baldirroq qaytib kelasiz. Ha? Sig'inib ketamsan-ka? Ish menga saram. Aras, kech qolmay qaytib kelishni unutib qolmang, ha? Men qana voy. Geçtim. Geçtim. Ben mi geçtim? Sen mi geçtin ama? He? Sen çu. 500'ünü aldım. Beş yüz. Geçtim. On manım aldım. Geçtim. Çekindim. Yigirma köydüm. Ranglik. Rang çıktı. Anam nemi daha? Bakma yaptım.
Mani görüp bak. 3-4. Kim emas mı? Qadıraq. Ağaylar. Yani oynamızlar ya oldu mu? Ha, oldu qilaylik, oldu qilaylik. Qasam qaysa? Ayt ko'rishlar. Mahma. Elimizni qurdi. O'tirsan qo'y. Mangmamsan? Mandınlama. Qasım şoförge Ahmet tazı geldi de şu an esma. Qasım kalkıp Ahmet geldi esma. Bir nöbet de. Qasım ka, bugün Ahmet'ten taz geldi mi? Bunda çoğuta oturmadı. Sizlarga çoğuta vermeye kutlanmayım. Bana asılsın sen Safvay. Bu senin. Bu sana çıktı pardon. Bakalım sen. Ağinler. Ezme işitme. Hoca. Osman adaş. Ala bunu. Davamlıq işimiz. Mana ikki qiziq gap bilan ish mavzuni. G'az adaş, qiziq gap deganni, men Anvar ishkinglarni anglaymiz. Qanday dedim afsona? Ey, tangal, ele bakasini araqchilab mayqib yetimizmi? Onda ikki qiz afsona loyib ketadigan, onda yumshoq tangal yo'q. Bu şahsen keldi. Ben sizlerge bir yomur aytib beray. Bir kuni podshoning ayoli jannatga ziyoratga berib, bir saroyga kirib qopdi. Qarg'idak bo'lsa, saroyning 4 dimg'aliq soat esiqliq to'g'idak. Bu soatning birisi asta, birisi tez mengayotgan. Shuni bilan o Hörparidan so'rabdi. Bu nima ish debdikan? Hörpari uningga bu fani alemdeki her bir erkişiga qarta esilgan saatlar kimiki oshnisiga bakrak berilsa şunun saati tiz aylindi debdi. Ya bu yumurmu hikoya? Şunun bilan podshoning ayoli Hörparidan "Amisi mening shohimning soati qaysi?" deb so'rabdikan. Hörpari turib ketib, "Sizning shohingizning soatini Azroil ishxonasiga olib chamaldiruj qilib oldi" debdi. Peki kalan. Ha yengem o. Eyvallah. Ötken doğağı. Bir toyda bir çokan bilen ufuğu çık kaldım. Ama kasabetinin sağırsı alametken cima. Xuddi o'ytilgan lapingdek lig da turdi ekan emasmi? Bir haftacha shu cho'kani shapib chiqibdi men. Kecha tushum buzilib chiqibdi-da. Uyda ayoling yo'qmi de? Ala. Xo'ja. Hey. Bir men buga ishni uqtolaman, men buga vaqani aldinglarmi? Nima ishni? Samatni aldingmi? Yo'q. Bir stol bir üstülüp uğulup gitmişim. Xuddi tangaldak chechilib ketdi-da. Tapmaydigan gap yo'q deb baranglar. Xo'ja. Hozir chet elda bor o. Choshni tushirib deb, burtni budir qilib yuradigan moda chiqibdi-dak. Hey, senin bir şey dayağındaki burtonu budur çeteli kılıvasan mı? Gel. Bana adamlar bir şey geldi. Ya seni. Bir şey çakamayım. Assalamu alaikum. Nasıl oldu ama? Nasıl ol yoktu. Burcu. Taza
Beyzi kılıçsada. Keling. Qani keling. Birga o'tiraylik. Qani. Teshma, ağalığını yaxşı. Muşu nasıl oldu kendimini vağı üzdümüge yerim kalmadı. Bizim məldə bir qər adam bastı. Şu ağaç çıxsan deb bək tapılab ketkendi. Muşu dükkanda bağ deb anğanda qıqandım. Nasıvalgo battı, tügep ketdi. Onun üstüge nasıvalım çekidiganlar azlap ketkeçke yasaydiganlarning mı tayini yok. Bana bir kişi ekip berip turdigan. Uzak oldu, o mu kemmaydigan bo'lib ketdi. Men qarang, birer rom içip qo'yam siz. Bo'pti, içip qo'yay. Xo'sha. Xo'sha. Şimdi kirib içip ketdi hop. Bəli, mana. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Moshundaq apligrak joyni topsam, azroq ichib qo'yman. İçip qo'y degan. Mau bir botul aroqni yo'lda kelgach magazindan ilib olgandim. Buni tang ichayli. Voy. Qo'ying. Bo'pti. Arqimizmi-g'o yetarlikdi. Bo'pti. Bumi sizning ko'nglingiz, ha? Peyzinglarni buzib etmagandimi? Shu. Bayatinki sizning hurmatingiz. Endi mau sizning naq navbatingiz. Qani buni bir ichib qo'ying, ha? Iling. Iling. Bəli. Qani, xo'sha. Bir kuygan to'nish, ikki kuygan tuqqan debdikan. Shunda. Bugun har biringlar bilan tanışıp qoldim. Bundan keyin urug' tuqqandek bo'lib o'tamiz, ha? Bir naqsh etib bersam, qandoq deysizlar, ha? Bu Bo'pti, aytavering, naqsh bo'lsa olmaymiz-jimi? Qapqara qo'y ko'z, ko'zligim. Cinim pida bulsun ey sana Cinim pida Cinim pida bulsun ay sana Cinidin keşken ay satayınlar aşina Kaşı. Aşina bulsun ey sana Yasin'in derdin var yaman. Rahmet bu alamet peyzanız varken bu eline işitine. Bak bu alamet. Allah. Oho. Vay. Ben mındaqlı etib qo'ydim. Tazı tegish qiladigan bo'lsam, men degan naqshlarni qatlabli qo'yaman. Hozirg'o ikki qiz kaldirlaydiganlar o'zini men naqshchi deb oldigan bo'ldi. Naqshi deganni bog'u Abduvali Jarullayevdek, Davudjon Nasirdek. Mana mendek etmem-da. Qandaq dedi? Ağiniler.
Mao dükkanını işidin takap koyup aramgıda bir otlanmaylı mı? Sakı. Men edep çıkıp kire. Edep. Adabki. Ne babda çıkıp kire. Edepki gerek yok. Astırak. Havayla. Üzep çıkmasın. Üzep çıkma. Oltre. Men edep. Siz gideyim de çıkayıverem. Gerek yok. Edep. Gap içim aldı, gap. Kasabet nakşini hali yaman emas eydidiken, ha? Lekin, kaçtı, ha? Endi kim? Ne kaçıdı? Rahtıge bu iş lasnıza. Bugün acep iştiyesi kaldı mı? Rahtıge bu koyunu içmeymen değmen yanlış kalın. Ağineler. Moşu yakından beri chet elde maxsus xotun yo'qlarga xotun, eri yo'qlarga er bo'p berdigan bir kesip ronaq tepibdi-dak. Ularning qizlari bo'lsa shunchalik silva, erlari bo'lsa shunda qovul kelamish. Ular bo'sh vaqtlarida boshqa ish qilmay muskullarini chingitib o'tiramish. Mushkin duago, hamma narsa ta'tir ag'inilar. Ilgari saqal burut deganda, mush dadillar qo'yib, bolalarning ingaklari pak turdi. To'g'ri, shundaqda. Hozir hamma saqal burut yoshlari ko'chib, cho'nglarning ingaklari taqirishib turadi. Rasaytda. Qaranglar, chet elda bir galstuk chiqibdi-dak. Uni taqab yotgan odam faqatli xo'rak tatmaymish. Voy qo'poy! Topib ketamiz gaplar bu. Yo'q, sening gaping gap, mening gapim gap emasmi? Gapning qiziqi texmayada. Hozir dunyoda bog'u nomratlar höppidi samirib ketib, boylar shipidi o'rg'lab ketibdimish. Mana endi. Ey, mush hozir chet elda bog'u. Voy bolalarni achaka chatal qo'ya, chatalarni. Ag'inilar, bayotin kirgan bizning eliqi naqshchi ag'inimiz u nakatda. Balkim kech qolmay deb uyga qarab mang'andir. Ag'insi yo'liq qoldim-ku tam. Ey ag'inilar, u zodi masmo yoki saqmo, ha? Sizlar diqqat qilmadinglar. Bayotin mush do'kon qilib maskirib tikavi. Qachon mav aroqni ichishdan qo'rqib tikavatganda. Ya. O kayfchilik bir yak yiqilib qolgan gap. Uning o'tirqida qochadigan emas. Ey, ag'inlar. Soatmi bir yaga berib qopti. Ne chopdi? Aroq peshimi chiqdi mening. Asta qaytmaylimi? Mayli. Ketdik. Bo'pti, emisa. O'nchilik bo'lsa ixtiyoringlar. Yaxshi o'tadik. Qaytdik. Ya, maqsadlar ko'shdi. Samet Tügülek. Samet chaqira. Dükkanını taqab mağmamsınız bile. Ag'inilar, sizlar avval mang'ashtiringlar. Nima dukkanni taqib o'tiblar, kayninglar. Ag'inin Tügülek. Astra. Mana. Ma'qul, xo'sh. Hozir yetib. Mağdak.
Ha, iş qilgan narsa ne aytmas? Acaba bir taraqshni paydab ketding, motorini safchi. Qisib o'tira. Qisib o'tirg'ashqa jim o'tirayotgan-ku. Menda qissamaydiganlar bor-ku. Osmonga ketdi. Voy, sizlarmi keldinglarmi? Ey, ma, oyoq berib o'lta. Nishqa kelganda endi. Seni uydan keldimi? Har qaysinglarning bu yerga nima ish qilib kelganligingizni bilamsizlar? Hech nimani bilmayman men. Xotin bolalarimning oldidan bu yerga meni haydablar keldinglar-ku. Mening bu yerga birinchi qatim kirishim. Men ko'zimni ochsam, soqchimi to'shlab o'tirman.
Ketishim o'tloq chiqsa quloq meni yeyapti ketibga qarang. Do'kon kirgan bir xaridorning pulini elib olibsizlar. Qani aytinglar-chi, qaysinglar oldinglar? Tova. Tuhmatni. Voy biz qaysi xaridorning pulini yeb olibdik-ku? Hey! Sizlar bilan birga o'ltirib, haraq ishga hali xaridorning pulini-chi? Qanday gap bu? Do'kon deganga xaridor degan gap tursa. Hey! To'la xursandlik qilishma. Senlar ilishmisang, kim oladi bu pulni, ha? Bu odamga to'la tuhmat chaplamaga. U xaridor bilan birga o'ltirib haraq ishganlik gunohimiz bor. Pulni elib oladigan biz ya o'g'ri bo'lmasak, Shu emasmi? U xaridor Samatning do'koniga kirganda xeyli ig'ir maskandoq. Keyin adab chiqib kiray deb chiqib ketib, shu chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Shundaqdi. shu To'g'ri, ma tuhmatni qara. Hammanglarning masligi tex yeshilmabdi. Kechichi meshada turib, masliginglar yeshilgandan keyin ondan paranglashak. bu nima ish qildi? Biz qanday qilgan gapdi? Og'zini yuvish. Hey, sen nima qildigan odam? Qaysi idorada ishlaysan? Men mushmallik. Chopur. Uncha ola ko'p pulni nereden olding? Nemish qiyiningga sap yuriysa? U pullarni tijorat qilib, terisi tib topqandim. Bugun mas'ul qolib ekanman. O'g'irga oldirib qo'ydim. Bak. Hey, kazzap o'g'ri. Men Asli sen boshqalarga to'kmat chaplab, ularni solatqizib qo'yib, bu do'konga o'zing o'g'irlikqa kirmaskansan-da, ha? Yo'q. Mening herkes undaq niyetim yo'q. Sizga desam, mening o sumkamda nurg'on pul botdi. Mana qilib qilsa ham bo'ldi. Men o sumkani mushu do'kon qo'yib qo'ygandek esimda. Hey, biz bu deloni tashrif aniqlaylik deb olsak, sen nima ish qilib kelasan? Ha? Naq maydon buzilib ketdi. Endi qanday xizmat qilamiz? Men bilmabdiman. Men rostini bilmabdiman. To'liq xursandlik qilmay, bu yerdan mang. Mana. Ya Allah. Bu qara to'kmatdi. Oxir qutuldik-da. Shuni degina, men bekli qo'rqib ketgandim. Zodi to'nimagan odam deganni so'rig'i hargiz tatmas kerak ekan. Xalq olam oldida o'g'ri degan nomga qolgan bo'lsak, beshimizni qandoqmi ko'tarib yuribdik, ha? Shu emasmi? U degan o'g'rining bizni saqchiga so'rdirdi. Uning do'koniga tushgan qiziqish. Shu emasmi? Ey, agar bu seni do'koniga o'g'irlab kirmagan bo'lsa, biz bu qara to'kmatni qanday qutuldik? Shu emasmi? Elim omon eson qilib chiqdik. Xudo shukr.
Oylab sizlanglar, çağlab oynanglar. Oylab sizlanglar, çağlab oynanglar. Oylab sizlanglar, çağlab oynanglar. Ya Dugulak. Qanday qo'y? Osman, marab tuqish uy qilsamamda. Bo'ldi. Men boyaga o'tib ketayotgan sen bani. Adas, menga o'tirmas. Bo'ldi. Voy, menga o'tirmas. Qaytay. Voy, menga o'tirmas. Aras, Osman. Seni saqchilar izlamagandir. Nima izlaydi? Seni izdimi? Yo'q, endi deyman-a. Anvar g'ozlar teshdiqdi. Ya yaxshi, ular necha kun bo'ldi seni ko'mir deb yurdi-ku. Dan so'rab baxtim. Xo'shamisa? Qasim, nima qilyapsiz? Hey, nima bo'ldimiz? Bu narsa keraklar bizga lozim. Qasim, unda qilma. Qo'yver. Nima qilganingiz bor? Meni qo'yver. Men pullarimni topaman. Mening pullarim qani? Qani? Nimishki bundoq qilasiz? U bizga nima kun? Qasim, siz doim menga pul degan qo'lning kiri. Pul degan tepiladi, aytdingizmi? Undoq so'rangni qilmang, Qasim. So'rangni qilmang? Mening pullarimni sen tiqib olding. Sen tiqib olmasang ne ketadi? Pullarni tepma. Pulning dadini so'rang bo'lsiz. Qilib qizil so'rang bo'lsiz. To'xta. Nega qo'ysan? Mening pulim qani? Pulning dadini so'rang bo'lsiz. So'rang. Voy Xudoyim, nima bo'lgandi? Jurisa. Qachonli qarsak taqoq turdi uning dukkina. Ishqa yo'ldi. Sizni yo'qib ketdi-ku. Jira Osmon izlab baqili.
Assalomu alaykum adash. Qada olinglar yaxshimi? Bormisan? Nega moda? Shu nagmangatim sizlarni izlab maqdim. Keloldi tepishamidik. Samatnikiga berib, birdan berimdan mo'ntishib o'tamamda. Şiyag hozir berib keldik. Dukkini taqaqkan. Adash, uni buni degicha yuringlar, uyga berib baqaylik. Voy nima deydiganda uyga chiqdim bordim men, uyda yo'q-ku. Bir necha bo'ldi, bir og'iz gapimay untizli yo'qib ketdi-va. Deyman bu Ey, bu yerda talishibdigicha malisi berib turib taqmaylimi? Jiringlar shunday qilaydi. Bu bir peshkalik bo'lib qolmaganda yana. Nima u degan so'roq chopsa qocha. nima deb meni bekadim nima deb urushsa deymi? Mana sana. Ne bo'ldi? Nima shop ketdi? Ler turinglar. Qopsa. Qopa. Ey, Sarang. Nima ish bo'ldi? Ha? Sarang ova men emas. Nima bo'lib ketdi? Beka. O'ta bu yoqqa. Mana ketdi. Ey, o'zingni oyisang bo'lmamdi. Voy, men nima qildim? Uningga esilgicha qaçsang bo'lmamdi. Ha? Beka. Odam ursa, bo'lamdi ekan, mening izzat hurmatim daxl tariz uchurda uni jazolab berishing kerak. Uni qo'yib bergan bo'lsam, biqilringga toza bir yegan bo'lsang bo'pti ekan, ha? U degan sarang tursa, sarang bilan tang bo'ladigan senmi sarangmi, ha? Sarang odam ursa maylimi? Hey! Sarangga sot yo'q deganni anglamaganmi, ha? Ishingni yedigan juvoy nimak? Tazim uribdi-da sizni. Oram qutuldim degina o sarangdan. Elim Xudoyim saqlabdi. Og'ir o'tamda. Chekam. Sizmi o sarangga esi churib qasdingiz o'mamdi. Nim deb men esi churgansiz o sarangga? Uning saranglig'i men dedim bilma. Ko'p kunuz odam urg'anda qarg'anda qiyib qizil sarangga o'xshaydi u. Yamanca qurbatga o'xshaydi, ishki biqinim bilan beshim bek og'ir ketib bordi. Birdam aramasangiz yaxshi qolasiz. Doktorga gapiraymi? Ya bo'ldi, birdam aramay olay. Jiringa bo'lmasa, uy kirib birdam yetib eling. Bu yerda yotsangiz baribir aramagandek bo'lmaysiz. Voy bella. Beshim. So'ngini og'izlarga opirib beramsizlar. Yo'qmi? Sabr bera. Yo'q, senchi. Sabr bera. Ammo qo'l. Men so'ngini ola. Sho'ldi. Ha, qanday qilibadimmi? Ha? Bo'lmara.
Voy, ne bo'ldingiz? Ne bo'ldi, Osman? Keling, o'tiring. Sizning kesalingiz odatdagi kasal emas, Osman. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Darhol doktorga ko'rining. Ben sapsaq tursam, nervimda qanaqa chatash qildi meni. Qarang, bekadimika qo'rqib ketyapsiz. Agar nervingiz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qo'rqib yurmaydingiz. Gapimni anglab, vaqtida doktorga ko'rining. Men eliqi saran quloq tuyib urayotgandan keyin nervimda azar chataq chiqqan o'xshaydi meni. Chataq o'xshaydi. Nervingizdan chataq chiqqan o'xshaydi. Bo'lmasa saran bo'lib qolmang. Yo'q, ko'rma. Bo'ldi. Sen saran olsang o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman. Kesal ko'ztamsiz? Ha, o'zimni bir tekshirib boqay degandim. Ismingiz nima? Osman. Necha yosh? 45 yosh. Nerede ishlaysiz? Doktor bo'lgandan keyin kasaldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nemini so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kasal bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizni men bilmamdan. Voy. Avval nerede ishlayotganligimni so'rab olib, xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi siz. Sizningcha men andaq manfaati tegadigan bir yerda ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'yadi demoqchiman. Mushum davolash oldimi? Voy, sizdek doktor ko'rmayman. Voy, Sara. Nima? Men Burası sarangmi? Sarang, rost sarang. Hey, yaqqimsam, texmini sarang deb tilovatida. Ey, doktor deb ayab qo'ydim. Bo'lmasa quloq tugib salatdim. Sizim doktorga ko'ringiz borgandan keyin ko'rinib bo'lib o'tdil, yinib kelsangiz o'manda, ha? Sizim tasmin bir sarang ekansiz. Nima? Ya sen meni sarang deb tilovatamsan? Voy, mening narim sarangka. Voy, men odat saq odamlarni saq tursam?
Vay doktorxanaga berib ko'rinmay qaytib kelgan odamning o'zi sarang olmamdi. Aldığındaki nimemse ayollarının rızkını yemem. Oturup tokudaki daha çok bir yedik. Özümün kanı tokuğu. Aslında burcum var eksik derdi gelse. Qaranglar, sarang nima chiqib keldi bu yerda? Qasim aka nima qilyapsa? Sarang bu nima deyapti, Pulumni izlayaptimi? Hay, o'yliq sarang'i bo'ldi, chaqamanglar uni. Sarangdan bak qo'rq. Bo'ldi, uni chaqirmag'ina, sen qiziq ekansan. Bo'ldi, chaqamanglar. Shunday qilaylik. Pulini topgan bo'lsang, bizga piy bilan o'tkazib akatlasang bo'pti-ku. Bora, menga jiga. Qaranglar uni olib-kel. Sarangni ishqi bo'rgandan keyin sen sarang. Qaranglar uni derishkil o'xshab qolg'inni. Asli nahayat yaxshi shopirdi. Qima o'ynab oxir qima beshig'i chiqdi-da. Hey, yomon bo'pti. Hey, yomon bo'ldi. Hey! O abinin başına! Ne kapırsın? Nima ishing qildi? Siz men tonimaysiz. Ammo men sizni erimizni tanıyman. Erimiz shu topda o daryo bo'yida bir qiz bilan oppoq chappoq bo'lib o'tirdi. Nima? Deganlaringiz yolg'on emas-ku? Rost. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Voy, ishqillah. Kishi deganga o ishongili bo'lmaydi. Aras. Men o mashinani akagandim. İşenmisiniz, ben sizni apırayım. Zaten ishongili olmaydi. Qap, bir o'zimni bir ko'rsatib qo'ymasa, ularning hammasini saqchiga tutib beraylik. Shunda qilaylik. Qosim degan bu so'rovingizni oldimay yoqqanda, har holda ehtiyot qilaylik. Undaqmi qilmag'anda? Kopana? Kopana? Bill oynaymiz, ha? Esma siz oynayın Esma. Kopana, kopana. Hey, qaranglar, sarang Rasululloh o'pkis akaga o'xshamamda.
O sen degandek sarang emaskan Cuma. Mana keldi. Hey, pivle öpkisi akagan bo'lsang, bu yerga kelib o'ta. Bo'la. Mana ma yisib. Mana ma o'pka. Mana ma piva. Voy besh. Oldi. To'yga Oyna! Acem yaxshi bo'ldi. Oyna! La. Ne bo'lding? Naqmu shu. Hey, nimda mashinamni olib qochsa? Hey, sen buni tanimamsan? Yo'q. Bu degan sarang. Elimi yaxshi mashinangni bir yer so'qlatmabdi, shuningdan xo'sh ol. Kim sarang aka? O'zing sarang. Qaranglar, qizim qacha deb qoldi. Bura. Chaqi baba. Bunun nemisini ko'rsataymi? Ya bir-birini vaqtdan ko'tarib bosamisa bu? Voy, adash. Aqllar obroz hujum o'tdi. O'yin endi qiziydi deyman. Ha. Ona so'qashtirishni ko'ygicha Osmon og'ayimizni chaqirib, qancha chiqib qasab bo'lmamdi deyman. Samatni yo'qab ketdi. Osmonni qarshi ko'rsatmasa, eng yaxshisi mush xora so'qishtirishni ko'raylik. Aroq ichib, yana o'tgandek soqchi kirib qolmaylik deyman. Ha, qo'ya qo'riq gaptiringni. Bizning yo'q odikimiz bo'lmasa, ular bo'lmasa ikkimiz ishimiz. Ha? Biz bilan birga aroq ichgan xaridor so'mib ketib demish. O'ylab baqa, shuningdek Samat degilakmi yo'qoldi. Osmonni qish ko'raydi. Hammasi shu aroqni tasabbi adash. Ya'ni shu aroq to'ymidingmi? Oldi qilgana adash. Hey, sen bir so'm pulni o'g'riga berib qo'ysang, sarang bo'lib ketsa, pul degan ashqat mehri yomon narsa bu. Jira bo'ldi. Qo'riq gapni qo'yib bir yantib o'ltiraylikcha. Mana. Ha? O'jay. Voy nim bo'ldi? Bir sarang gelimni bo'g'otdi. Qaysi sarang? Yiliqi, men san gapini qilpagan yiliq sarangchi. Gelimni bo'g'ib faqat orom oldig'ini qo'ymayotdi meni. Oy. Ma bir piyol sovuq choyni ichsangiz yaxshi bo'lib qolasiz. Sovuq choy ichmayman xotin. Sovuq choy degan sovuq suv yetmaydi. Oy. Sovuq suv ziyonliq davassa, yana sovuq suv ichamsiz? Iching amani. Ichmayman. Tazim bir sarangda gap qiladi ekansiz. Sarang. Yenim sarang. Kechida jo'ylab odam uxlatmagan siz sarang. Odam sovuq choy zo'lga o'zing sarang. Bo'pti sarang bo'lgan bo'lsam. Hey, ne bo'lsa? Chiqdimi? Voy, yenib kirginaman, qo'rqima. Ey!
Ha, qandaq, ha? Ay! Kim dur? Kim dur? Kim dur? Qo'ya! Yavaş ol. Ey! Men degan, Kim dur? men degan saram. Yarayma. Ben Cüret. Vaqt ko'chisida jiddiy bir ish chiqib qoldi. Tez kelarsan. Ha, shu. Ma'qul. Kim yeta? Gitme ha. Yer gitme. Yolu boşala ha. Otur. Ha, sen nereye gittin lan? Yolu boşala. Ha, yolu boşala. Vay. Mağarasımda alamatsız zaten. Ey, bu resim kim sizde? Hey, sen nima adamsan? Men saram. Kelime. Ey, men asıl saram. İşenimsançı, xotinimni so'rab bak. Doktorum shunda dedi. Ey, mening yo'limda chatoq chiqquncha xiyol bo'lib qoldi. Xotinimning ufqida buni boshqalar faqat bilmaydi. Doktor shunda dedi-mu? Ey! Men seni tanib qoldim. Sen saram so'tyoq degan-ku. Buni qanday qilsam bo'la? Qo'yib etmaydim. Bu yoqqa. Men qo'yib etdi. Buni bilma. Bundan keyin bundaq yolg'on sarang bo'lib olma, ha? Sen urgan heliq saqchi bo'p qo'yutinglar deganlik uchunlar sana kangchilik qildik. Yana mushunda qildigan bo'lsang, cho'qim jazoga tortilsan. Mening rosti so'rang bo'g'im yo'q qarang. O'sha Nirvandan sal chatoq chiqib qolganda qildi qarang. Meni so'rangning qo'rqinch chiroyi ko'z oldimga o'lchas, so'rangda qilib qolmanlar qarang. Bo'ldi. Ma. Bundan keyin diqqat qil. Ma'qul. Ma'qul. Osman Dangal bilan Samet bilan chiqish yo'q qoldi ekan, ha? Qara. Ha? Voy. Dangal! Dangal! Osman! Bağlar dostum, yaşladın mı? Bağımı sen adaşa! Sen ne kettin? Bağımı sen! Yaxşısın. Salamatlıdın mağine? Anlasam seni saqchiq kirib qopdi deydi rasma. Ha, gapqilma adaş, desem gapbakchi. Samatchan qani? O dukkan ichiyotdi. Sen ko'ymidingmi? Uni dukkan ne g'oyib bo'ldi, men faqat topolmadim-ku. Adaş, bu sen bilan biz jam bo'ladigan o dukkan yo'q. Ha. Jura. Biz seni boshlab boraylik. Jura. Samet Dögülek'ten dükkanı mana musha. Oho, Allah'ım. Yürü, ben girmey, çabuk. Yürü. Oy, assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Baba, dukkanlarni alomat qattiq qilib olsajmi? Bu shunchalik qilib qo'ydim. Mana o'zing shunda payzob alomat qattiq kutsa-da. Sizlar birdan turib turinglar. Men xaridorni yo'lga silib olay, ha? Oho, alomat o'z kutdijmi buni ichi? Yuringlar. Onun qo'li boshimag'idek. Bu yerda yarim kun saqlasaqmi, uni bizga qaraydigan cho'lisiga o'xshaydi. Shu emasmi? Samatchaning qo'li bosh emasga, jiringlar ketaylik. Jiringlar, ketaylik.
Sizlarga bak. Nima uni? Hozircha Onun tutquni o'zgarib ketdi desak, ijozim o'zgarib ketdi-da. Ko'rdinglarmi og'inlar? Bugün azraqli pul tepib, odam tanimasa qopdi. Hey, tapqinini o'dinaq yutib aktalamdi. Ay, haldigina. Amni bir yama xotini qo'li qoldi o'sha. Ey, mal dunyo qiziqqancha bu sarangning ishi. Hey. Qancha o'simi, semacha sarang emas-da. Ey, mush birovdan og'inimizning bizga mushundaq muomala qilgani qaraganda, ay, uni satamasmi? Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib og'inlar bir yantib o'ltiraylik-chi. Bugün mening sal ko'nglim yerim bo'lib o'tadi. Ay, qanig'ich bir ishchayli. Shunda ko'nglimizga gapni qilib birdam o'ltiraylik. Yana sarang'ib tutdim nima buniki? So'kkamniki? Aka so'kkamni. Mana. Kichini qilib atganman. Ey, meni aqar so'kkam pullarni men mayot qalanni arzu tiqib olgandim. Sen ilvaqsa. Keskiç pulni deydi ekansiz. Pulning dardida nervingizda adishib sarang oldingiz. Yana nima pul? Pulni teppa. Hey! Ben seni boğup koyayım. Bunlarımı tepe. Bunlarımı tepe değil mi? Ben seni boğup koyma. Bunlarımı kene. Bunlarımı kene. Bunlarımı kene. Ay para. Bekçi kul demez mi? Oldu kılım. Hem de her kancı kısınız mı? Ornuk gelmeydi. Aşı harak diyen necisi içmeyen bulsunuz. Muş iş yok. Sen rastlı o pullarını almadın mı? Saralınız tuttu mu? Karı akarmaz, saran sakaymaz diyen. Rast gitgende. Sen yani beni sarağında atsan. Hocam! Doktor! Sarağımın bu kadarını bir kıray! 이거 매십 캠에다 이거 뭐 러스 쳤다 쳤던데
Osman! Voy. Voy Samet misan? Voy qanday qo'y jinim og'inam avvalim. Qanday avvalim? Salomat tudingmi? Voy assalomu alaykum, ahvoling yaxshimi? Ko'rinmaysan. Salomatchilik yaxshimi? Ha, tinchlikmadash. Voy qaysi shamollar uchirib keldi voy seni bu yoqqa? Bu nima deganing? Sen degan mening koni ilkdim. Albatta izdab kelaman-da. Voy jinim aday salomat tudingmi? Ahvoling yaxshimi? Shujuda uyga paravoz. Ey, mehmon keldi. Ha, mana. Jiradash uy kirayli. Oy. Tezxima. Qanday avvalingiz? Savobdan turdingizmi? Yaxshi. Qanday? Valla uy ichi tezlikda. Tezlik. Choy iching. Men mo sizlarni ya yo'qlab kelanmidim, ha? Choy ilang. Rahmat. Jamila bilan ajrashib ketibsizlar? Uni bilan kelishammidik? Ha, men chiqishim qaraman. Choy ichga o'tiringlar. Ha, aday, ahvoling yaxshimi? Tezlik. Ey Osman. Sizlar dükkanға nemish kirmaydigan bo'lib oldinglar? Ha, qarsak aldirashgancha, o'zimiz so'rab, sen avar qilmayli dedik. Yo'q. Qo'sig'inglardagi gapni men bilaman, ha? Qo'sig'imizda nima gap bor deysa, aday. O'zingning muomalasi shunday tursa. Rost gap qilmading. Shu chaqda u somkini boshqalarga bayqamagan. Sen ko'rib qolganding. Aqchan, shunchalar pulni o'zi yolg'iz jimiqtirib ketdi demoqchi-sizlar? Ha? Va qaysi so'mkini? Va mana non turibdi, gapingni birsini tushunmadim-jimi? To'liq xubsanlik qilma. Eliqi biz aroq ichib o'ltaganda kirgan masning so'mkisini da'vatma. Shu chaqda u ag'ina adab chiqib kiray deb yo'q edi. Ha. Qarasam, uning so'mkisi sening putoning yenidil qilib qapti. Sen ko'zingni so'mkidan uzmay uningga pat-pat qarab qo'yding. Men shu fursatdan foydalanib, u so'mkini shaqqida bir yoqqa tiqib etib, sana ko'zimni qisib qo'ydim. Tova, faqat esim yo'q-jimi? U chaqda so'mkining ichida nima borligini sen bilmayding, men bilmaydim. Shundaqmi? Xalqning so'mkisini nima qiladi deysa? Dukkan deganda xaridorlarning so'mkisi degan unutilib qolgan ishlar bo'lib turdi-ku. Mening vaqo boshqalarning maxfiyatligini bilishga o'tda qiziqadigan bir odatim bor. Ashu Pompeo turgan so'mkining ichida nima bordo deb bakla qiziqqandim. Desam, ishonmaysan. Har kimning so'mkisining ichi vaqo qiziq bir dunyo. So'mkisiga aynaksib yuradigan erlar bor. Optan pichoqdan birini so'mkisidan ayirmaydigan xotinlarmi bor? Bir qatim birisining so'mkisidan bir xotir daftarni ko'rib qoldim. Uni o'qib, kulib o'layli degandim. Uningga nimalar yozilibdi demamsan? Uning bu shahrimizdagi hamma tul xotinlarning ism familiyasi, adresi, mijoz xulqi, chiroy shakllarining ujur-bujurgacha zirikmay yozib chiqibdi. Haqchan o o'ylanmay yurgan bir boytaqning qilgan ishi degina. Bir qatim bir ayolning xotirasidan chiqqan xatni o'qib, ta'sirlanganligimdan yig'ilib etkili tasliq qolgandim. Endi o'zimizning gapiga kelsak. Biz xili uzoq aroq ichib o'ltirdik. Keyin sizlar ketdinglar. Men dukkanni taqay deb turishimga esimga iliq so'mki keldi. Qaytib kirib xalqning narsiga qiziqadigan odatim bo'yicha so'mkini olsam, ustida bir kullangi turibdi. Löngini shundoqla ko'tarmaymanmi? Ya Allah! Bu rostmi yoki yolg'onmi deb ko'zimga ishonmay qoldim. Maslikmi taqab ketgandek bo'ldi.
qarasam, sumkaning ichi liqlib turgan. Keyipçilikte esimni derhal yığamadım. Ama nim bo'lsin, bu chiqpilkan dükkanda qo'ymay uyga ep ketay dedim. Tova. Asli shimundaq ekanda. Mana ag'ina, sendin yoshurdigan hech qanday ish qolmadi. Hey, keyin qanday qilding? Hiliq so'mkini ikisi qaytirib berdingmi? So'rangmi men? So'mkadagi uning puli midi? Hammasi bor-ku, xalqlarni qoqishib, utib olgan pullar. O'g'irlagan bilan o'xshash. Xudo uningga buyurmag'ach, menga yo'liqtirgan. Hey, bu sirni mendan boshqa sen bilsan. Boshqa odamga demagansan. Xudoya tova. Hey, men bu gapni endi anglayapman sendan. Men bu odamga gerçekten bilmaydigan odam emas, Osman. Eliq pullarni hozircha do'konimga dasmiy qilib turdim. Foydasi bo'lsa tan ko'ramiz. Hozircha az bo'lsa-mu, mavo 5000 so'm pulni sen turmushingga ishlatib turgin, ha? Ola. Yo'q. Men pulingni qo'y. Olmayman. Nima qilma pulingni? Al. Unda qilma adash. İş bununla tükemaydı. Biz yakın elağıydık o. Ben sana her ayda dükkanın paydasını 600 son verme. Ha? 600 son. Allah adaş. Bu diyen senin hakkın. Hey, anlasam eli kıkımavaz senin aldığını tosup uruptu o. Kaç kımavaz? Eli bizden dükkan kirgen kımavaz çok. Oy. O senin dükkanın gelirken nasıl sorup bilgen adam mı? Ha, del şu. Oo, makallabını. Hey, muş pulun derdi saran olgan ne mi digine? Ha. Vay iset. Oo, vay iset. Osman, hoş emesle. Mağdamadı. Ha. Hey, ağzını çıngırak tutçu mu? Eğer başkaları dep koysan saçlar bilip kalsa bizni aldaptı dep. Seni mi solaydı, meni mi solaydı? Uftolma. Hoş emesle. Hoş. Osman! Ha! Osman! Ha! Samatcan qani? Ha? Samatcan qani? Ketdi. Ketdi? Nimaga uduqsiz? Men taxsilay tamoq etib beray degandim. Kelgan odamning hammasi sizga tamoq etaversan, keyin o'zimiz ashqamaylik-ne. Nimdoq sarangda gap qilsiz Osman? Men sizning yuzingizni davatman. Bo'lmasa tamoq etib berib sarang bo'lib qolmadim. O degan sizning og'inangiz tursa. Xudoyim tavba. Qandaq o'g'ini bu. Bo'ldi. Bu ishlarni keyin deyishaylik. Ha? Voy. Osman qavo? Ha? Ey Osman! Hey Dangal! Hey Dangal! to'xtag'ina! Osman! Dangal! Hey Osman! Voy, nimish to'xta nima? Voy, to'xta! Hey Osman! to'xta nima? Voy, nimish qochsa, hey! Ne yo'qoldi va? Adash bu Osman bizni ko'zda qochdigan bo'ldi. Uningda nima bo'lgandi? Sarang olib qoldim ya. Nimada sarang ishini qilib yuriydi va? Samat o'zgardi. Osmonmi o'zgarsa, bu zot qanday qolib ketgan adash? Hey, beli qoqishini kirgan odamning orqa chatoqmi nima? Shundan keyin shu odamni sarang olib qolibdi deb angladim. Samatmi o'zgarsa, Osmonmi o'zgarsa,
Bugün sen bilmende mi çatak çıkmaz ha? Yok gapni qilmag'ina. Jura, oyoqlarni izlab boqayli. Vay, ana! Ana Osman! Oy canım, oy. Oy. Bundaq pulni oşu igijaqsiz tul xotindan xəşligin halal. To'xta! Saran, indaysa? Ha? Ben sana ne oldu? Kim saran kan? Sen beni udunga. Saran neymiş kursa? Kim saran kan? Adam baba. Beni saran da odamsa deke. Beni bir de baka. Kim saran kan? Kim saran kan? Koydun mu? Saran, bakadım vurup. Bakadım vurup. Saran. Ya sen mi doktorun kelip ketmeyin? Saran ulan tavuk verirsen. Ben onu işini mi kımırsam? O öz kelipli beni vurup gitti. Saran. Oğlan bu etrafta bir son kulunu şuturup koyuyor. Saran olup gitti. Bamış yakşı olup bitti. Hey Osman, quduq ba o'yladi ki hali qikamagal xotinni bilasiz-ku? 3000 so'm pul tepib optikan, hukumat topshirib beribdi qarang. Xudoyim tova, rasmini sarankan-a u. Nima? Undasa? Bu dunyo saqadab qoldimi, qolmadimi? Sizga nima bo'ldi? Hajab hayron qoldingiz-ku? Eshitma. Ey, xotin, men yezidlik tuqqanlarnikiga chiqib, mushu nervamni sal aram oldirib kelajimi? Men ham og'rib turibdi, qarab turib saram olib qolmay yana. Nima qaraversiz, paktashgan so'ymadak oltangiz oltamansiz. Ağzınızı çakıp edip yakılınca mı? Ben paktashgan so'yma emas, Osman ben.
Osman dangal degan men. Bu paqqtash-chu. Soymun teshidi. Dangal tashmaydi. Ey, men-chu yezdik tuqqanlarni kelib-ku, kallarni sagitib, nerani aram aldir deb ketib borman. Sizning tuxum sotmadingiz. Qo'y, bizning oydacha bir ish topmay paqva, sizga to'g'ri keldi. Ey, qishning kuni o'smi kerak o'z biznikiga bering, men beray. Siz kuni mo'miyaydigan o'xshamamsiz? Shopirisdan mana shu to'xtagan chiqib qolaman. Qancha kilo pishirkaysiz? Men bilan bilishsiz, kundagilar kishini qo'ying. O, itab qara, so'rang. So'rang. Kim sarang? Uzang sarang. Shopirisdan. O sarang xotinni mashinani tushirib, yaxshi qildingizmi? Ko'p kuniz odamga ko'zni qisib atadi. Ey adaş, sen mi tormozunu tutup otasanmam da? Tormoz? Mashina tormozni tutib o'tirmayman. Adam baba! Bunu benim aldı ya! Ölüptü! Hey! Ben doktor çakmayla! Ben doktor çakmayla! Doktor hanım bozma! O şoförü harap etsin onda! Hey! Ne buldun oy? Pul yo'q da o'tatdingiz. Hajab obdayak tiqib qo'yib ekansiz, ha? U pulni nima qilding? Nima qilyaptim? Hozirgi vaqtda 2000 so'm pulga nima qilyapsiz, ey? Balaga bir aqir kengechak oldim. Yana ushaqcha qarzan to'ladim. Un, guruch, may, haras. Sizning pulni og'iz ketgan, uni berdim. Qog'idiga mau kiyimlarni oldim. Chiroyliqmika? Tasavvufdan bo'ldi. Oy. Keşke quruq so'mkani ko'tarib yuraveramsan. Ichiga bir narsa olsam da. Kichik sağdek bir narsa olsam-da bu. Ey, yotma Samatjon bu. Bu shuka. Ey, Samatjon aka. Ey, Samatjon. Ey, Samat. Ey. Bak oldu qila. Chirg'in ona. Devletning ahli ne? Ey, do'konga xaridorning pulni dal mushka zapilib olgan. Nima? Nima? Nima desa? Ey, tushib ketgan pulni mush o'g'irlagan. Bu kasa boyib ketdi. Bu bichara sarang'ib mashina vaqasida o'ldi. Bu uchimizni ko'zga ilib qo'ymasa. Bu bugun saqchiga deyman uni. Osman, o'ldira. Zad nima ish oldi? Hey, sen Samatjon bilan sherikmi ya? Haqiqiy ahvolni bizga tezroq deyna adash. O'tiraman so'zlab beray. Ha. Yo, bir kuni o'g'il, tushdi bir narsa sezib o'tirsam uy kirib ketdi. Ha. 5000 so'mni ko'tarib. Oldingmi? Olmadim. Nima boshmay qo'rqdim. Mayt yaxshi. Qaranglar, xaltsika ekan bu. Xaltsikalikda gap yo'q. Buningda modernizm, yangi prozchilik, simvolizm, anqimi deganlarning hammasi tepiladi. Modernizm degan naq mush hikoyada aks etgan. Bu haqiqatan qalsika ekan. Yaqinda men bir jurnalda chet el yozuvchisi Zolaning shu xildagi bir asarni ko'rganda qilib edim. Mayakovskiyning So'lg'i marsh degan she'rimi modernizmning tarmog'iga bo'lgan posternizmga mansub. Buni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Ras. Bag'an siri do'tlashib ketyapmanmi qandaq? Tushdik sutning o'rniga sovuq suv ichsam bo'pti ekan. Boshqalar mendan bu hikoya zodi qandaq yozilgan deb so'rab qolsa, nimami deyman? Ishonmadim desam, o'zimni oshkorlab qo'ygan bo'lmam deman. Hey, og'aylar, shundaqmi deysizlar? Men o hikoyaning mazmunini qil tushungan bo'lsam, o'lay. Sen nimini bilsen? Tushuniksiz, ammo qiziqarli qilib yozishning o'zi bir mahorat. Freud san'at tush demakdir degan. Baş muharrir, sizningcha bu hikoya zot qanday? Ha? Yangi uslubdagi asarlarni oldirab inkor qilib atsakmi bo'lmaydi. Qani. O'zinglar
muzokara qilib bekitasizlar. Bu asar yangi uslub asarga. Qarsini Şunu qaytqanda o'ylash qarab Bu dünyada rastçıl insan buluş belki haklı sözler aklı kara bilmeydiğen nereye azet gelgendim oynatmay neyre hem cayda daim dostunu oylaydiğen nereye azet gelgendim oynatmay neyre hem cayda daim dostunu oylaydiğen şen insan dertke muhtaç emes ama durmuş kısmet inarar kaçar şen insan dertke muhtaç emes ama durmuş kısmet inarar kaçar mensiz közlemni istekte mansam mu yere tuzar lekin aldığını derya tağdava mensiz gözlemni istekte mansam mu yere tuzar lekin aldığını derya tağdava gülmü tuzar yaşlık gider hemmesi kalar fakat dildi yangan arzu armanlar bozumu köp bu hayatta gülgidin yığa hak sakla vicdanımni düşmesin dağlar bozumu köp bu hayatta gülgidin yığa hak sakla vicdanımni düşmesin dağlar hak sakla vicdanımni